Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun men sizlar bilan kanali. Bugun men sizlar bilan quramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Quraman va ana shu yerda birinchi bo'lib qo'llarim og'ritib daraxt chopishim kerak. Daraxt chopishimiz kerak. Qanday choparkanman qani. Voy qo'lim og'riyapti, juda ham og'riyapti. Voy juda ham og'ridi. Juda ham og'riyapti qo'lim. Bu juda ham og'riqli bo'ldi. Lekin qanday qurarkanman bu qo'lim bilan ikkinchi tarafni qazib olishimiz kerak. Yana bittasi voy juda ham og'riyapti. Voy juda ham og'ridi bor-ku. Voy juda ham og'ridi bor-ku. Ana endi bitta verstak yasab olamiz. Bitta verstak har qalay bo'lsa yasab olamiz. Unchalik bitta verstak va 2 dona cho'p va bir dona verstak. Ana bizda bular ham endi bizga bitta bolta yasab olamiz. Ana o'shanda qo'limiz og'rimaydi. bitta Ana bolta yasab olamiz. Ana bir dona bolta yasaymiz. Voy, yetmas ekan-ku, yana qo'lim og'ritib chopamanmi? Men yana qo'lim og'ritamanmi? Voy qo'lim juda ham og'riyapti qo'lda-ku. Ana endi bemalol endi bir dona. Ana endi biz bemalol yasay olamiz. Kirka va bir dona bolta yasab olamiz. Ana endi men bemalol va bular bizda bolta yasay olaman. Kirka va endi bularni qo'yib chiqamiz. Bizda deyarli hamma narsalar mavjud. Men bitta kirka va bolta yasalar bor. Va hamma narsa uyda qurishga otlanamiz. Bizga kerakli bo'ladigan narsalar. Buni sizlarga tezlashtirib ko'rsataman. Bo'lmasa video cho'zilib ketadi. Ana ketdik. Daraxt chopamiz. Buni ham qani let's go. Qani chopishni boshlaymiz bo'lmasam. Ana chopaveraylik. Uy qurish uchun bolta cheksiz bo'lmaydimi? Albatta kerak bo'ladi. Qandaysiga? Mayli. Davom etamiz. Nimaga kirib ketdi? Sorry. Unaqa bo'lib qoldi. Uzr. Kechirasiz. Ana bitta daraxt yo'q bo'ldi. Ana endi ikkinchi daraxtni qazishga o'tamiz. Ana menda ko'rishingiz mumkin 39 ta daraxt mavjud va mening bir donam deyarli o'lyapti. Negadir shunday bo'lmoqchi. Chunki ishonchaning tarafini bossam, 9 ta daraxtni chopdi. Yog'och. Negadir shunday yog'och bo'ldi. Bizda bitta ozuqa mavjud. Bu degani biz och qolmaymiz. Endi men bizda daraxtlarni qo'limda o'zimga kravat yasab olishim kerak. Ana endi kravat quramiz. Menda deyarli yasashimiz kerak. Chunki buning uchun juda ham kerak. Ana men allaqachon shuni olib bo'ldim. Ana endi kravat yasashga tushamiz. Versakni olamiz va bu yerga qo'yamiz. Albatta sizlarga ko'rsatib jumlani tepaga oldimga yog'och yasab olamiz. Birinchi bo'lakchalarni tepaga chunki yog'ochlarni pastga qo'yamiz. Ana bizda kravat tayyor. Kelmadi. O'zim Minecraftdagi birinchi kravatim. Va o'zim qo'ylarni topib ana menda bir dona kravat ham mavjud. Ana endi biz yana yog'och qaziymiz. Yog'och menda deyarli hamma vijivaniya qiladigan narsalar bor. Men deyarli 45 ta va bularni daraxt chopdim. Bulardan ko'rishingiz mumkin va buni yangi chopganimdan so'ng 44 ta daraxt chopganimdan so'ng buzilib qoldi. Daraxtim boltam sirib qoldi. O'shaning uchun yangisini yasab olamiz. Ana yangisini yasab oldik. Ana endi biz u atiga 6 dona mana shu bolta singuncha daraxt qozamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Menda yangi bolta mavjud. Menda deyarli 57 ta daraxt bo'ldi. Daraxt bu degani juda ham ko'p degani va ana lekin nimagadir boltam yarimgacha turdi. Ana tun ham bu degani biz ko'rishimiz kerak degan. Minecraftdagi birinchi tunimiz. Minecraftdagi birinchi tunim ham bu Minecraftdagi birinchi tunimiz edi. Men endi biz uchun joy topishim kerak. Uy qurishga tushamiz. Lekin bu uncha yetarli deb endi men uy qurish uchun joy topdim.
Yo, yetarli Mana ekan o'rtoqlar, ko'rishinglar Ana mumkin. do'stlar, Uy qurish uchun mana ko'rishinglar joy mumkin. topdim. Men Mana shu o'zimga yerga uy qurish uchun turaman. ajoyib joy topdim. Qanday joy topdim deb o'ylaysizlar? Fikringlarni Qanday kommentariyada yozib qanday qoldiringlar. joy deb o'ylaysizlar? Uy qurish uchun yaxshi joymi? Agar uy qurish uchun yaxshi joy bo'lmasa, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana bu yer men esa bu yerda uy qurish uchun ketgan vaqtimni ko'rishinglar mumkin. Albatta buni qurish uchun yarim soat vaqtim ketdi va buni 8x tezligida. Sizlar uchun 30 sekund, men uchun yarim soat. Mana shularni sizlar ko'rishinglar mumkin. Va men o'zimga bitta bolta yasab, toshlar qazib va o'zim uchun turli xil resurslarni yig'dim va o'shalardan uy qurdim. Mana ko'rishinglar mumkin mendagi resurslarni. Ana endi men ikki dona sandiq yasab oldim va ularni o'zimda keraksiz narsalarni mana shu sandiqqa solaman. Ana bizga eshik, tayoq, go'sht, teri va shular kerak emas. Ana endi biz nima qilsak ekan? Mana men qurgan uyim. Albatta zo'r-ku, to'g'rimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring ushbu qurgan uyimga. Bu uy zo'r-ku, to'g'rimi? Albatta. Mening qurish uchun ko'p vaqtim ketdi va men juda ham charchadim. Bular juda ham zo'r uyim, to'g'rimi? Albatta. Va menda 6 ta qum. Bu qumlar menga uyimni derazasini qurish uchun kerak bo'ladi. Va bularni men daryoning yonidan, ya'ni ariqning oldidan olib keldim. Ana endi bularni pechkaga solish uchun pechkaga solib, bularni oynaga aylantiramiz. Agar bilgan bo'lsangiz kerak, qumdan albatta oyna olish mumkin. Buning uchun bizga bitta ko'mir kerak bo'ladi. Lekin bizda yog'och borligi uchun yog'ochni yoqsak bo'ladi. Men konga borib bir dona paqir olib keldim, temirlar topib, lekin o'sha temirlar topganim afsuski yozib olinmabdi. Shuncha mehnatim nimaga bunday bo'lyapti? Ana endi mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Shuncha mehnat qilsang yozib olmas. Ana endi uxlash uchun yotamiz. Ana endi biz 10 dona tosh qazib oldim. Ana endi bulardan pechka yasaymiz. Olmadik, ana bo'ldi. Chunki pechkani yasashdan maqsadimiz qumlarni oynaga aylantirib olish. Bularni esa men deyarli qila olaman. O'sha pechkani o'rnatamiz. Va tayyor. Ana endi qumlarni mana shu pechkaning ichiga qo'yamiz va 6 dona o'tinmi? Nechta o'tin solardik? 6 donami, 7 donami? Ana. Solinyapti. Bizning birinchi oynamiz tayyor. Menimcha 5 ta ketadi 6 ta narsa uchun. Chunki bir dona yog'och 1,5 ta narsani pishirib beradi. Ana men ko'rishinglar mumkin, menda 9 dona uning urug'i mavjud. Bug'doyning ana endi o'shaning uchun men o'zimga bog' qurish uchun bitta ketma yasab olaman. Ana endi navbat bog' qurishga. Ana o'rtoqlar, ko'rishinglar mumkin, men mana shu paqirdan foydalanib o'zimga suv olib keldim va bularni sizga ko'rsatib kelmadim. Chunki suv olishni hamma biladi-ku, to'g'rimi? Ana bu ketmonda sug'orish juda ham oson ekan-ku. Men o'ylashimcha bu juda ham qiyindek. Ana endi urug'larni ekib chiqamiz. Ana endi kiramiz va
nima istesam ekan? Glasni oynalarni tekshirib ko'rishimiz kerak edi-ku. Ana endi bu oynalar derazalarni o'rnatib chiqamiz. Ikkinchisi va uchinchisi. Tayyor. 3 ta ortib qoldi ham. Bu juda ham zo'r, to'g'rimi? Ana endi men ozgina dam olib olsammikan? Mayli, mana bu devorlarga hali surat ilamiz. Ana endi men mana shu bog'larning atrofiga to'siqlar qilib chiqishim kerak. Buning uchun menga ko'proq tayoqcha va ko'proq yog'och kerak bo'ladi. Menda 22 ta tayoqcha va 29 ta yog'ochcha bor. Ana bizda to'siqlar mavjud. Ana endi bularga bitta eshikcha ham qilishimiz kerak. Ana tayyor. Nimaga bir dona beryapti? To'siqlardan 3 dona berardi-yu. Mayli. Endi bizda bu atrofini o'rab chiqamiz, chunki turli xil hayvonlar bor. Agarotimni piypalab tashlashi mumkin va juda ham iflos qilib tashlashi mumkin. Qani, ana 2 dona oshib qoldi to'sig'imizdan. Ana endi mana bu yerga eshikni o'rnatamiz. Mana bu yerga eshikni o'rnatamiz va tamom. Ana endi to'siqlarni ham bo'ldim. Ana endi yana urug' chiqib qoldi. Mayli, uni ham ekib qo'yamiz va meni bog'im tayyor. Men va juda ham charchagandek ko'rinyapman va o'zimning narsalarimni solib qo'yaman. Sandiqqa va jajja ozgina dam olaman, chunki men juda ham charchadim bor-ku. Yomon charchadim. O'shaning uchun dam olaman va uyqum keladi hozir. Albatta, videoni shu mana men uy qurdim o'zimning merimda va unga yarasha bog' ham qurdim. Juda ham ko'p mehnat qildim, juda ham charchadim. Ana endi jajja uxlab olsam ham bo'ladi. 1 2 3